Namangan viloyati Pop tumani G'urumsaroy chorva bozorida akalar. Aka nech pul bo'ldi? Ena bola nech pul bo'libdi? 40 million bo'ldi. 40 million so'mdan qaytibdi akalar. Bolasi ham pulga kiradigan novvoscha bo'lib qolibdi. O'ylari 1.5 dan balandroq chiqadi bolasini. Ena bola nech pul bo'ldi akalar? Nech pul bo'ldi? 6,5. 6 million 500 ming so'm. Bolasi nima ekan? Qo'chqarcha. Ena bola nech pul bo'ldi aka? 29 million 500 ming so'm bo'libdi akalar. Bolasi nima ekan? Novvos. Bolasi novvoscha. Aka nech puldan bo'ldi? 13 million 700 ming so'mdan bo'libdi akalar. Bo'ylari 1.5 atrofida chiqadigan novvoschalar. Nech puldan bo'ldi? 13,5. 13 million 500 ming so'mdan bo'libdi akalar. 1.5 atrofida chiqadigan novvoschalar.